Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun shanba, menga yaxshi arama atamsizlar. Bugun biz yana darsimiz, yana muqaddas kitob o'rganishimizdan davom bo'lgan Olamning yaratilishi 9-bobni ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan biz 9-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 9-bob. Xudo Nuh va uning o'g'illariga baxt ato qilib, mundaq dedi: Sizlar naslinglarni ko'paytinglar, urug' avlodinglar butun dunyoga tarqalsin. Yer yuzidagi barliq cho'ng kichik hayvonotlar, uchar qanotlar va beliqlar sizlardan qo'rqib, sizlarning boshqarishinglarda bo'ladi. Burun sizlarga uzuqlik uchun ko'ktatlarni berganimdek, endi sizlarga hamma hayvonotlarni beraman. Lekin sizlar qini bor go'shtni hargiz yemanglar, chunki jon qondadir. Buningdan boshqa qon to'kilish bo'lsa, cho'qim hisob olaman. Har qanday bir hayvon odam o'ldirsa, uningdanmi hisob olaman. Kim odam o'ldirsa, unimi o'limga mahkum qilaman. Men odamni o'zimga o'xshaydan qilib yaratdim. Shuning uchun kimki boshqa bir odamning qinini to'ksa, uning qinimi boshqalar tarafidan to'kiladi. Sizlar naslinglarni ko'paytinglar. Sizlarning urug' avlodinglar butun dunyoni qoplasin. Andin Xudo Nuh va uning o'g'illariga mundaq dedi: Men endi sizlar va sizlarning urug' avlodinglar bilan hamda yer yuzidagi barliq hayvonotlar, ya'ni sizlar bilan birga kemadan chiqqan har bir uy hayvonlari, yovvoyi hayvonotlar va uchar qanotlar bilan ahd tuzaman. Sizlarga va'da beramanki, butkul jonliqlar hargiz to'pon bilan qayta yo'qotilmaydi. Yer yuzini xarob qiladigan to'pon ikkinchi kelmaydi. Men sizlar va barliq jonliqlar bilan mangulik bir ahdini tuzdim. Bu ahdining belgisi osmonni ko'rinadigan Hasan Hüsendir. Mayli qachon bo'lmasin, yomg'irdan keyin osmondagi bulutlar orasida Hasan Hüsenni ko'rganimda, o'zimning sizlar va butkul jonliqlar bilan tuzgan ahdimni esimga olaman. To'pon barliq jonliqlarni qayta yo'qotmaydi. Hasan Hüsenning bulutlari orasida paydo bo'lishi o'zimning sizlar va yer yuzidagi butkul jonliqlar bilan tuzgan mangulik ahdimni esimga keltirdi. Hasan Hüsen mening barliq jonliqlar bilan tuzgan ahdimning belgisi bo'lsin. Kemadan chiqqan Nuhning o'g'illari Sam, Ham va Yapatlar edi. Ham kanalliqlarning bovisi. Dunyoga tarqalgan hamma xalqlar Nuhning bu 3 o'g'lining avlodlaridir. Nuh dehqon bo'lib, o'zimzorlik yetishtirgan birinchi kishi edi. Bir qatim u sharob ichib, mast bo'lib kelib, kiyim-kechaklarni selib etib, chidada yotadi. Qanonning otasi bo'lgan Ham otasining qiyalang'ishligini ko'rib qilib, bu ishni ikki qarindoshiga oshkorlab qo'ydi. Sam bilan Yapat uchisiga bir uzun chapan yepinchoqlab, chidirning ichiga kaynichi mengib kirib, chapanni otasiga yepib qo'ydi. Ular yuzini oldi tarakki qilib, otasining yalang'och teniga qaramadi. Nuh uyg'onib, kenji o'g'li Hamning qilganlarini bilib, uning o'g'li Qanonga la'nat o'qib, mundaq dedi: Qanonga la'nat yaqqay, u qarindoshlarining eng tuvan quli bo'lg'ay. Parvardigor Sam e'tiqod qilgan Xudo madihlangay. Qanonning avlodi Samning avlodiga qul bo'lg'ay. Xudo Yapatni gullab yashnatgay, uning avlodi Samning avlodi bilan billa inoq yashag'ay. Qanonning avlodi Yapatning avlodiga qul bo'lg'ay. To'pandan keyin Nuh yana 350 yil umr ko'rdi. U 950 yoshida olamdan o'tdi. Qarindoshlar, bugun olamning yaratilishi 9-bobda bayan men bu PDF materialni sizlarga chiqqan vaqtimda yozib qo'ydim. Naydi bu yerda qisqa mazmun bo'lgan bilan bir qism bizning e'tiqodimizning asosiy to'riga bo'lgan bir qism mazmunlar ham chiqdi. Shuning uchun oxirigacha tafsiliy injiqlik bilan anglab chiqishinglarni umid qilaman. Ya'ni biz kitobdan qaragan vaqtimizda bu 9-bobni 2 abzasga yana bo'ladi. Birinchisi bo'lsa Nuh bilan Nuh va uning o'g'illari ular kemdan chiqqandan keyin ular baxt ato qilib ko'payinglar degan mazmun bilan ahd tuzgan mazmun. Ana keyin oxirgi kichik mazmun bo'lsa, endi Nuh va uning o'g'illari, ya'ni Nuh aroq ichib, ya'ni uzum sharobi wine ichib yotgan, butun kiyimini yalang'ochlab yotgan vaqtida uning o'g'illaridan Hamning qilgan ishi bilan Sam bilan Yapatning qilgan ishi shular mishnaq bir yig'inchoqlar 2 abzasga bo'linadi. Kitobdagi mazmun cho'ng 2 abzasga bo'lindi. Buni tafsiliy ko'rib o'tsak, avval biz Xudoning baxt ato qilishi, ya'ni kemadan chiqqan Nuh va uning oiladagilari bilan, anandan baliq jonliqlar bilan, hayvonotlarga baxt ato qilishi, ya'ni bu hayvonlarga baxt ato qilishni biz oldingi bob 8-bobning 17-oyatda ko'rgandik. Endi o'qidaydik, ular kemadan elib chiqib, hayvonotlarni elib chiqib
chiqin ular yer yuzi ko'paysin, zaman taralsin degan mazmun batdi. Endi bo'lsa, Nuh va uning o'g'illariga qilgan baxta taqilishini ko'ra olamiz. Ya'ni 9-bab 1-oyati bo'lsa, ularga baxta taqilib, nasllarni ko'paytinglar, avlodinglar butun dunyo tarqalsin. Shunday sizlar boshqurunglar, ya'ni barliq jon kichik hayvonotlarni, uchar qanotlarni, beliqlarni, hammasini boshqurunglar, ular sizlardan qo'rqsin degan o'xshash. Anan lekin sizlarga uzoqlik uchun ko'ktatlarni berganimdek, endi yana hayvonotlarni berman deb burun degan baxta taqilishi. Bunu biz Adem atı bilen havani yaratgan vaqtida Xudo ularga bergan baxt tilashlardan biz yana ko'ra olamiz. Material qarasanglar, men buni jadval qilib chiqarib qo'ydim. Adem va ayol yani yaratilish 1-bab 28-29-oyatlarda, ya'ni ularning ko'payishini, ular naslini ko'payishini, anaga yer yuzini qaplab dunyoni bo'ysundirishini, boshqurishini, uzoqlik uchun har xil ziroat mevalar berganligini, Misal baxt yani Adamat bilan ayoliga baxt taqa mazmun batdi. Andan keyin yana u yerga qaraydigan bo'lsak, Adamat bilan avaniga shu vaqtda bir narsani qilmanglar degan. Ya'ni nima desa, yaxshi bilan yomonni bildirgan daraxtning mevasini hargiz yemanglar. Ya'ni uzoqlik uchun sizlar har xil ziroat mevalar berdim. Hamshunal eramadagi barliq mevalar yesanglar bo'ldi, lekin shu bag'ni o'tirsidagi yaxshi bilan yomonni bildirgan daraxtning mevasini hargiz yema degan shu bir nuqta batdi. Belgilimisi bir batdi, amri bir batdi-da. Andan keyin biz yana Nuh va ballarga Xudo baxta taqilib qilgan oyatni biz qarasak, bularga o'xshash ko'payinglar, tarqilinglar, boshqurishinglar bo'lsin. Uzoqliklar uchun hayvonotlarni berman deydi-da. Ya'ni hayvonotlarni sizlar uzoqlik qilib berdim, ya'ni hayvonotlarni yesanglar bo'ldi deydi. Lekin yana shu hayvonlarning qinini, ya'ni 4-oyatda 9-bab 4-oyatda sizlar qini bar go'shtni hargiz yemanglar, chunki jon qondidir deb. Ya'ni qon to'kilish bo'lsa, men cho'qim hisob olman deb. Mayli hayvon bo'lsin, mayli odam bo'lsin, qon to'kilishgan vaqtda men uni hisob olman degan mazmunni biz 9-bab 4-5-oyatlarda biz bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni bu Nuh bilan, ya'ni Nuh va uning avlodlaridan boshlangan yangi bir biz chunki dunyo nalih bo'ldi, men to'pandan nalih bo'lib, bu hozir ham yangi bir boshlanish, yangi bir chiqish nuqtasida. Mushunda vaqtda ya'ni insonlarga belgilagan, nima insonlarga bergan cheklimlik belgilama, ya'ni amrning birisi bo'lsa nima bo'ldi desa, qon yemanglar. Ya'ni qoni bar go'sht yemanglar, chunki jon qondidir degan mush mazmunni biz ko'ra olamiz. Endi biz yaratilishning, ya'ni Adamat bilan Havvani biz mevani yesa cho'qim o'ldiganligini, ya'ni ro'yjatdan o'lib Xudodan yiroqlashadiganligini, ularning Xudoning huzuridan yiroqlashganligini, qo'llanganligini, ba'zan hatto oqidan nima ishlar bo'lganligini biz ko'rib nisbatan Xudoning bu qon ustida, ya'ni qon jondidir, ya'ni qon to'kilish bo'lsa hisob olman deb endi bu yerda degan, lekin biz bu qonni yemaslikka nisbatan Xudoning maqsadi bu ustida biz biroz tahlil qilishimiz to'g'ri keldi. Buni biz avval ko'rsak, ya'ni qonni yemaslik haqida degan vaqtimizda biz qonun sharhida biz ko'rgan vaqtimizda faqat qonun sharhi 12-bab 23-oyatda faqat shuningga yezi bo'lganki, ularning qinini yema, ya'ni hayvonotlarni halol deb qo'yilgan hayvonotlarni halol yesang bo'ldi, lekin ularning qinini yema degan bir mazmun, ya'ni 12-bab o'qisanglar aqallashdan mazmunlar bor. Ularning qinini yema, chunki jon degan qondidir. Sen go'shtni jon bilan qo'shib yemasliging kerak degan mazmun chiqadi. Endi Laviylar 17-bab ya'ni 17-bab 10-11-oyatlarga qaraydigan bo'lsak, agar Isroilning jamiyatidan bo'lgan har qanday odam yoki ularning orasida turayotgan yaqyurtliklar qon yesa, men yuzimni qonni yegan shu kishiga qarshi qilaman. Ya'ni uni o'z xalqidan uzib tashlayman degan, ya'ni qon yegan kishini o'z xalqidan, ya'ni Isroil xalqidan, Isroilning ichidagi, ya'ni Xudo xalqim deb tanlagan, albatta Isroillar orasida turayotgan yaqyurtliklarni Xudo o'zining nimasida ibodatchi, sirtqi ibodatchilarda billalgi Xudoga ibodat qilsa bo'lgan shunday yo'l qo'ygan. Lekin mushlarning hammasi ya'ni Xudoga e'tiqod qilgan Xudoning xalqi, ya'ni mush o'z xalqidan uzib tashlaydiganligini aytadi. Ya'ni chunki har bir jonivorning jini bo'lsa, uning qinididir. Men uni jininglar uchun qurbongoh ustiga kafarat keltirishga berganman. Chunki qon o'zidagi jonning vositasi bilan kafarat keltirdi. Ya'ni bu orqali biz nima ko'ra olamiz desak, qon jon bo'lib, ya'ni qon kafarat uchundir. Ya'ni kafarat degan gap gunohlarning kechirim uchundir deymiz. Ya'ni ko'nahit vaqtidagi ibodatda gunohkor kishilar uchun, ya'ni qurbonlikni belgilab bergan emas Xudo. Shuning uchun har bir kishi
Xudoning oldiga kelish uchun cho'qim qon oqizmay turib, ya'ni gunohlarning kechirimini tilmay turib, kafaret keltirmay turib Xudo oldiga kelamaydigan emasmi? Shuning uchun biz ko'nak davrdagi shu nima bilan ko'rsak, ya'ni qon kafaret uchunligi bo'lganligi uchun, ya'ni Xudo shuning uchun qonni yemaslikni, ya'ni qon jonga vakillik qiladi. Chunki odam oti bilan Havonning gunohida bo'lsa, ya'ni o'lim degan emas, shuni yesanglar o'lisizlar deb shu vaqtda ular ro'yijatni o'lib, ya'ni Xudodan yiroqlashgandi. Ya'ni Xudo gunoh sababidan Xudodan yiroqlashib, ham shunday gunoh, ya'ni o'zining jini, ya'ni gunoh o'tkazsa o'limga mahkum bo'lamiz. Gunohning badali o'lim degan, lekin ularga bo'lsa Xudo nima qurbonlik orqali Xudoning yeniga keladigan Xudo bilan yiqilishadigan bir yo'lni ochib bergan emasmi? Shuning o'xshash qon, ya'ni shu qurbonlik, ya'ni qurbonlik qo'yning qurbonlikning qini bo'lsa, ya'ni kafaret gunohning kechirimi uchun bo'lganligini, ya'ni gunohlarni kechirim qilishning kapol sifatida, ya'ni biz İbraniliklar yozilgan 13-bob 11-oyatga qaraydigan bo'lsak, gunohlarni kechirim qilishning kapol sifatida o'ldirilgan hayvonlarning qini bosh ruhoniy tarafidan eng muqaddas joyga elib kelinadi deb, ya'ni tini bo'lsa qaragahning sirtida ko'ydiriladi deb, ya'ni ibodatning nimasini qurbonlikni tushuntiryapti, ya'ni ko'nak davrdagi qurbonliklarni. Endi Isa Masih bo'lsa, ya'ni Isa Masihning qini bo'lsa, Isa Masihning qini bilan kechirimga erishgan bizlarga o'xshash, ya'ni yangi ahdida, ya'ni Isa Masihning qurbonligi orqali Efesliklar yozilgan xat, biz 1-bob 7-oyatga qaraydigan bo'lsak, Isa Masihning qurbonligi qini gunohlarimiz badaliga to'kilgachga biz gunohning qulligidan erkin bo'ldik. Gunohlarimiz kechirim qilindi, bu Xudoning bizga ko'rsatgan cho'nqur mehr shafqat orqali bo'ldi deb, ya'ni Isa Masihning shu qurbonlik qini orqali bizim gunohlarimiz uchun qurbonlik qinini oqizish bilan biz uning badaliga gunohlarimizdan erkin bo'ldik. Ya'ni gunohning qulligidan, odam bilan Havvoning gunohi tufaylidan biz gunohning asiri, gunohning qulligi bo'lgan emasmi? Shunga Rabbi Isoning qinining to'kilishi bilan, bizning gunohlarimiz badaliga to'kilishi bilan biz ana shu gunohning qulligidan erkin bo'lib, gunohlarimizga kechirimga erishib, gunohlarimiz Xudo tarafidan kechirimga erishib, bizim gunohlarimiz kafaretga erishdi deganni biz ko'ra olamiz. Andan keyin İbraniliklar yozilgan 9-bob 14-oyatga qaraydigan bo'lsak, Isa Masihning qinichu vijdonimizni o'limga ilib boradigan qilmishlardan pok qilib, bizni mangu hayot Xudoga ibodat qilishga texmi yetaklamamdi deb. Ya'ni ko'nak vaqtida İnsanlar, İsrail xalqi bo'lsin, Xudoga yiqilish uchun ular qana qiladi desa, ibodatcha Xudoga yiqilish uchun avval qurbonlik qilib, ya'ni gunohlardan kafarat tilab, andan keyin duo qiladi. Ya'ni Xudoga yiqilish degan ibodat qiladi emasmi? Lekin endi Isa Masihning qinichu, biz Isa Masihning qini bilan gunohlarimiz yuyilgan bizlarchu. Biz bo'lsak, shu Isa Masihning qini bilan bizning vijdonimiz o'limga kelib borgan shu gunohli qilmishlarimizdan pok qilinib, biz manguat Xudoga ibodat qilishga taxmin etmaymiz. Ya'ni biz pok bo'lib, Isa Masih qini bilan pok bo'lib Xudoga ibodat qilish shu imtiyoziga, shu salohiyatga erishdik. Ya'ni Xudoga yiqilisha olamiz endi. Burun bo'z kimni o'z Xudoga yiqilisha olmaydi? Ko'nakda davrda cho'qim qurbonlik qini bo'ladi. Hatto qurbonlik qinini kim? Kahin, ruhaniylar uni qonini ilib muqaddas joyga ilib kelib, kishilar uchun, ya'ni kahin laviylar qildi emasmi? Kishilarning gunohlari uchun Xudoning ibodat joyi, muqaddas joyiga qon olib sepgandan keyin, andan keyin boshqalar shu vositada, ya'ni kahinning vositida shuna shu ibodat nimasi tuzum bo'ladi-da. Lekin biz bo'lsa, Isa Masihning qini bilan hammamiz, qinining to'kilishi bilan biz hammamiz Xudo oldiga kela oladigan bo'ldik. Ya'ni mushun Petrus yozgan 1-xatga qaraydigan bo'lsak, biz hammamiz bosh ruhoniyga o'xshash. Isa Masihning qurbonligini bilan hammamiz bosh ruhoniyga o'xshash bo'ldik degan gap. Ya'ni hammamiz Isa Masihning qini bilan hammamiz bevos Xudo oldiga kela olamiz deydi. Ko'nakda bo'lsa hammamiz Xudo oldiga kela olamiz. Faqat bosh kahin, bosh ruhoniylar Xudoning ibodat joyiga kela oladi. Shuning o'xshash endi bo'lsa biz Isa Masihning qurbonligini bilan hammamiz Xudo oldiga kela oladigan, Xudo oldiga kelib ibodat qila oladigan, Xudo bilan birga bo'la oladigan, Xudo bilan paranglasha oladigan, duo qila oladigan shunday imtiyozlarga erishdik deydi. Bu hammasi Xudoning ko'rsatgan mehr shafqatidan ham. Buning hammasining mehr shafqatidan, Xudoning mehr shafqatidan bo'lganligini bilib o'tdi. Endi İbraniliklar yozilgan 9-bob 14-oyatga qaraydigan bo'lsak, ya'ni unda da Isa Masihning qinichu vijdonimiz ilib borgan pak bunday bo'ptimiz. Shun, ya'ni ilib borgan pak Xudo vijdonimizni o'limga ilib borgan qilmishlardan pak qilib
Kechiringlar, ishbek vaqirab ketdi. Shunga begel qildim, diqqatimni buzdi deb qo'ysam. O ya'ni qaytadan so'zlasam, İbranilar yozilgan 9-bob 14-oyatda undaqda Ayso Masihning qinichi vijdonimizni o'limga elib boradigan qilmishlardan pok qilib, bizni mangu hayot Xudoga ibodat qilishga texim yetaklamamdi. Ya'ni Ayso Masihning qini bizni, ya'ni Ayso Masihning qini orqali biz paklangandan keyin biz bevosita Xudoga yiqilisha oladigan, Xudoga ibodat qila oladigan, yiqilisha oladigan bo'ldik, yetaklaydi. Ya'ni Ayso Masihning qini bizni Xudoga yetaklaydi. U Xudoning mangulik ruhi orqali o'zining kamkutsiz qurbonlik sifatida bizning gunohlarimiz uchun Xudoga atadi deymiz chiqadi. Anındaki yeni İbranilar yozilgan 10-bob 19-22-oyatga qaraydigan bo'lsak, shuning uchun ey qarindoshlar, Ayso Masihning qurbonlik qini orqali arishdagi eng muqaddas joyga yuragimiz to'qaldi kiralaymiz. Ya'ni bayon dedim emasmi? Yani muqaddas joyga yani ibodat chidiri batdigo, ko'p konatida biz o'rgansak bara-bara tushunsalar, yani muqaddas, yani ibodat chidiri va ibodat chidiri ichida eng muqaddas joy va yani ahdi taxtisi, anandan keyin manna, Arunning assi saqliqlik bularni keriblar ayirib turadi emasmi? Lekin bu shu muqaddas joyga kim kiralaydi? Faqat bosh kahin kirib, yani Xudo bilan Xudo ibodat qilib, yani Xudoning vahiylarini, nimalarni ko'rsatmalarini olib chiqadi, oldigan nimalar chiqadi emasmi? Lekin Ayso Masihning qurbonlik qini orqali arishga eng muqaddas joyga biz yuragimiz to'qaldi kira oladigan bo'ldik. Ana shu muqaddas joyga bizni ayirib turgan, bizni Xudoning muqaddas yuzidan, Xudoning jamolidan, Xudoning huzuridan bizni ayirib turgan gunohlarimizni Ayso Masihning qini orqali yuvilgandan keyin biz bo'lsa Xudoning yuzini, Xudoning jamoli yuz nur chachadigan shu joyga, ya'ni muqaddas joyga, eng muqaddas joyga biz yuragimiz to'qaldi, hammamiz o'xshash kira oladigan bo'ldik deydi. Shuning uchun mustahkam ishlash va samimiy qalb bilan Xudoga yiqilishaylik. Chunki dillarimiz Ayso Masihning qinining sepilishi bilan vijdon azobidan xalos bo'lgan va badanimiz pok suv bilan yuvilgandek poklangan. Ya'ni biz ana shu qadar Rabbi Aysoning qini bilan shu qadar poklandik. Ya'ni Xudoning muqaddas bo'lgan, Xudoning muqaddas va pok bo'lgan Xudoning oldiga biz ana shu Rabbi Aysoning qinining sepilishi bilan ashundoq pok bo'lib oldiga kira oladigan bo'ldik deydi. Ya'ni muqaddas Xudoning oldiga kichikdan bir aybi bo'lgan, qusur bo'lgan bilan ishga kiramaydi u. Shuni o'xshash, lekin biz Rabbi Aysoning qinining sepilishi bilan qusursiz holatda bir pok holatni, ya'ni poklikni bizga ato qildi degan gap. Andan keyin biz yana buni ulab ko'rsak, Vahiylarning 3-bob 4-oyatga qaraydigan bo'lsak, lekin aranglarda o'zlari da'at etgan bu halqi 7 jamoatning birisi-ku 3-bob qaraydigan bo'lsak, shu jamoatlarning halqi kamchiliklarini, hozir holatlarini so'zlab ayıplab, ba'zida rag'batlantirgan mazmun-ku. Shu vaqtda aranglarda o'zlari da'at etgan yana bir nechalar bor. Ya'ni da'at etgan degan gap sizlar, ya'ni Rabbi Aysoning qini bilan poklangan biz o'zimizni bulg'amagan, Rabbning nomiga da'at keltirmagan, o'zimizni qaytadan gunoh bilan dog'lamagan, Rabbning qini bilan har vaqt pok e'tiqod bilan yashaganlar deydi. Ular aqton kiyib, ana kiyimlarini poklash degan gap, ya'ni o'zining Rabbning qini bilan o'zini poklash, ya'ni aqton kiyib men bilan birga yuriydi, chunki ular uningga loyiqdir, buning loyiqdir deydi. Ya'ni Rabbi Ayso ana shunday e'tiqod yo'lida, pok bo'lgan e'tiqod yo'lida manganlarni bo'lsa, oxirida o'zining huzurida erişti özünün huzurida aqton kiyib Rabbi Ayso bilan birga yurganligini, ham shunala Rabbning ularga shuning haqiqatan ularning shu e'tiqodiga loyiq bo'lgan bir nima deymiz, e'tiqodiga loyiq bo'lgan bir ish ekanligini bir so'zlab o'tdi. Andan keyin Vahiylar 12-bob 11-oyatga qaraydigan bo'lsak, qarindoshlarimiz qo'zining qini va uning qilgan guvohligi bilan ajdahoni yengdi. Ya'ni ajdaho mushaydi meni shaytonning bir turi bo'lib chiqdi. Ya'ni Vahiylarda qarsak nurg'un di va ajdaho necha boshliq nimalar bilan chiqdi emasmi? Bularimiz ya'ni shaytonga va shaytonning avlodlariga, yilonning avlodlariga vakillik qilganlarning bir turi. Shuning uchun ya'ni qo'zining qini bilan itqachalarning bo'lsa, qo'zining qini orqali erishgan iltifot, ya'ni muqaddas ruh orqali qo'zining qini bilan poklanib, yer yuzidagi dunyoga tava bo'lgan, ya'ni shaytonga tava bo'lgan, yomonlik tava bo'lgan har qanday yomonliklardan, har qanday gunohdan yenganligini bu yerda da'vatidi. Ya'ni yengib bo'ldik. Ayso Masihning qini baliq gunohni, o'limning nashtirini yengan emasmi?
g'alba qilgan emasmi shuni deydi ya'ni qo'zning qini orqali ya'ni itqatchilarningmi yer yuzidagi ya'ni o'zining turmushidagi har qanday qiyinchiliklardan ko'z oldida uchirgan har qanday azob uqubatlardan bo'lsin har qanday sinashlardan bo'lsin azdurishlardan bo'lsin hammasidan rabga tayanib hammasi yengalaydiganligini aytyapti ya'ni buni Filip Heyzlan 4-chi bobda 4-chi bob 11-chi oyatga deymish edim ya'ni rab man kuch quvvat ato qilgan rabga tayanib men barliqni yengalayman ya'ni hamishni qila olayman degan o'xshash mazmun bor kechiringlar buni bir qatim jizmlashtirgaysizlar hozir yodim kelib qoldi shunga o'xshash ya'ni biz demoqchi o'g'lim nima desak biz rab aysaga tayanib hayotimizdagi har qanday qiyinchiliklardan ko'z oldimizda bizga nihoyatda cho'ng bilingan bizga nihoyatda qiyin bilingan har qanday ishlar bo'lsin hayotimizdagi eng cho'nqur biz ko'taramigidek darajada holatda arg'inlik his qildirgan shu qadar ishlar bo'lsinmi biz buni rab aysa orqali ya'ni rabning yetaklashi orqali muqaddas ruhning bizga ilhomlantirishi madad berishi yo'llarimizni ochib yo'ritishi yetaklashi orqali bizni qo'g'dishi orqali hayotimizga bog'liq yuz bergan har qanday ishlardan har vaqt biz g'alaba qilganligimizni biz ko'ra olamiz buni deb yana yodimga qoldi shu qonun sharhi 23-bobda biz shu qonun sharhi o'rganayotgancho bu yerda shayad 23-bobda qanday bir mazmun bor desa ya'ni dushman ya'ni boshqalar bilan jangga chiqqan vaqtinglarda chidiringlar pak tutinglar deydi nimishga chidiringlar pak tutinglar degan vaqtda chidiringlar pak tutinglar chunki sizlarning xudoyinglar parvardigor bo'lgan xudoyinglar sizlar jang qilgan vaqtinglarda ya'ni dushmaninglardan sizlarni qo'g'dab sizlarni g'albaga erishtirish uchun sizlar chidiringlarning orasida yuriydi deydi mingib yuriydi deydi shunga o'xshash chidiringlar orasida yuriydi shuning uchun sizlar chidiringlar pak tutishinglar kerak agar chidiringlar nopaklik payqalib qolsa xudo sizlardan ayrildi ya'ni oranglardan ketib qoldi degan o'xshash mazmun borchu shunga o'xshash biz doim ya'ni biz dunyodagi biz hayotimizga qanday qiyinchiliklar bo'lsin biz qanday ish qilib azob oqibat bo'lsin ish qilib hayotimizda yuz bergan qanday ishlar bo'lsin biz shuning ishonishimiz kerakmi shunga o'xshash xudo har vaqt bizning bilan birga bo'lib hatto shunday biz qiyinchiliklarga eng og'ir kunlar qolgan vaqtlarimiz bo'lsa xudo ana shunday bizni o'sha og'ir qiyinchiliklar oldida yengishimiz uchun bizning oldimizda bizning yenimizda turib bizning bilan birga yurib bizning shu qiyinchiliklardan yengishimiz uchun bizning shu qiyinchiliklardan g'alaba qilishimiz uchun xudo o'zining biz uchun kurash qilganligini bizning uchun yo'l hozirlaydiganligini yana bir şeydan yana ko'ra olamiz kechiringlar mana qo'shib yurib mazmun o'zaro ketadigan bo'ldi ya'ni demakchi shu hayot ya'ni qo'zning qini bilan biz yangdik g'alaba qildik degan undan vahiylar 22-bob 14-oyat ya'ni eng oxirgi nimaga qaraydigan bo'lsak hayotlik daraxtining mevalaridan bahramand bo'lish va shahar darvozasining kirish huquqiga erish uchun to'llarni yuvib tozalaganlar naqadar baxtli deb ya'ni eng oxirgi shu rabaysaning qaytib kelishi bilan bizning eng oxirgi kunlarimiz ya'ni rab bilan birga rab xudoning huzuridagi kunlarimiz hayotlik daraxtining mevalaridan bahramand bo'lish uchun shahar darvozasidan ya'ni xudoning shahri xudoning shunday bir podshohligidagi bir nimaga kirishimiz uchun kirish huquqiga erishish uchun to'llarni yuvib tozalaganlar nim bilan rabning qini bilan to'llarni yuvib tozalaganlar naqadar baxtli degan mazmunni shunday mazmunlar bor shuningdek biz qonning ya'ni Nuhga va Nuh orqali uning avlodlariga mangulik tuzgan ahdisi orqali ularga tuzgan bergan belgilarimiz bo'lsa qon yemanglar chunki qon jondidir degandi ham shunaqla odamni o'ldirmanglar ya'ni qon to'kilishi bo'lmasin qon to'kilishi bo'lsa hisob olaman deb turib ya'ni har bir odamni xudo o'zining obraziga o'xshash yaratganligi uchun hargiz qon to'kilishining bo'lmasligini beni alayda eskartib yutdi shuning uchun chunki qon jondidir deb ya'ni bizning gunohimiz ya'ni odam oti bilan Havvoning gunohi orqali asli o'limga mahkum bo'lgan asli la'nat qolgan asli bizning shu gunohlarimiz shu barliq la'natlarimiz barliq nomusliklarimiz tufaylidan biz asli o'limga mahkum bo'ladigan biz o'limga mahkumga loyiq bo'lgan bizlarni bo'lsa bizning jinimizni bo'lsa Rab Aysoning jini orqali qurbonlik qilgani orqali fidokorligi o'zining jinini fido qilishi orqali bo'lsa bizning shu jinimizni bizni o'limdan qo'g'dab qolgan bizni aksicha o'zining huzurida o'zining huzuriga kelib xudoning huzurida turib xudoning shunday go'zal jamolidan nuridan shu xudoning mo'lligidan xudoning baxt tilaklaridan biz bahramon bo'la oladigan shunday yangi ahdining xalqlaridan qilganligini biz yana ko'ra olamiz ya'ni xudoning ahd xalqlari qilganligini biz yana ko'ra olamiz masalan Nuh ahdisi
ben abim dedim ehdi doğruluk dedim yani Xudamış ehdilerden yani Nuh ehdisi var, İbrahim ehdisi var, Musa'nın ehdisi var, yani Davud'un ehdisi var diyen o şey ehde bara toluqlanıp texmi konkretleşip ahir Rabeysa üstüde toluq bütünley amalga yani Rabeysa üstüde amalga aşırğanlığı oxşaş. Hem bu bugünkü kadar bizge kadar Yeni ahdinin xalqları, yeni ahdinin avladları üstüde bizge kadar kelganini biz ham bular orqali ko'ramiz. Yani Nuh ahdisi bo'lsa, Xudo va'da berib butkul jonliqlarga to'pam bilan qayta yo'qotmaydiganligini aytgan bo'lsa, uning belgisi uchun osmonni ko'rgan Hasan Hüseyin bo'lgan. İbrahim ahdisi bo'lsa, yani nurg'un avlod berganligini, yani osmondagi son-sanoqsiz yulduzlardek, sahildagi qumlardek son-sanoqsiz yani sanog'ilmaydigan shunday avlod berganligini va ularning xudosi bo'lganligini bütün ziminni ularning avlodlariga taqdim qilganligini, mangulik miras qilganliklarini bergandim. Shu yaratilish 15-17 bablarda mushta chiqadi. Yani shuning uchun biz yangi aytib ko'rsak, Yahudilar deydi. Sen kimdan oladi? Biz aramdan bu Yahudilarga Parisiylar shular deydi. Bizga aramdan bo'lmadik, bizga atimiz İbrahimdir deydi-da. Lekin sening otang kimligini bilmadik deb İsa Masih bilan munozirlashgan shuna gaplar chiqadigan bu emasmi? Shuni o'xshash, yani İbrahimning avlodi. Yani endi asli bo'lsa, yani İbrahimning avlodlari bo'lgan bizlar. Yani Rabbning qini orqali İbrahimning avlodi bo'lgan bizlar. Bizlərmi ana shundaq mushu ataqlan baxtliklarga, yani bütün ziminni avlodlarga taqdim qilib mangulik miras qilganligini, yani miras qilganligini biz ko'ra olamiz. Andan keyin İbrahimning ahdisining belgisi bo'lsa xatni qilish. Yani shuning uchun yangi ahdida xatni qilinmasa ular qutqizilmaydi degan nurg'un munozirlar bo'lgan. Biz yangi ahdga chuqum ko'ramiz, andan keyin Pavlusning inkor qildig'i. Shuni o'xshash mushunday mazmunlar, yani İbrahim ahdisining çünkü xatni qilish, yani belgisi İbrahim ahdisining belgisi xatni qilishda barliq erkaklarni 8-chi kuni xatni qilishga buyurgan emas, belgisi bitida. Mushuni biz keyin tafsil ko'rib o'tamiz. Andan keyin keyingi ahdlarni biz bara to'liq yani ko'rib o'tamiz. Yani keyingi İbrahimning mazmuni keyin İbrahim ahdisini ko'ramiz. Yani keyin Misrdan chiqishlar, keyin ortida Musa bilan tuzilgan ahdlar, yani Musa va İsrail xalqi bilan tuzilgan ahdini ko'ramiz degandek. Andan keyin Davud payg'ambar mazmuni keyin Davud ahdisini ko'rib o'tamiz degandekchu. Bara cho'nqurlab mangamiz. Andan keyin endi bo'lsa yangi ahd, yani İsa Masih bilan boshlangan yangi ahd. Yani yangi ahd Masihning qini bilan tuzilgan yangi ahd. Yani İsa Mesih'de bu mening nurg'un odamlar uchun to'kilib Xudoning ahdisini tuzadigan qinimdir deb Markus bayon qilgan 14-bob 24-oyatda bu chiqadi. Andan keyin Matta bayon qilgan xo'sh xabar 26-bob 28-oyat, Luqa bayon qilgan xo'sh xabar 22-bob 19 va 20-oyatlarda ham bu shunga o'xshash mazmunlar chiqadi. Andan keyin birinchi Korintliklar 1-xatda 11-bob 25-oyatda xuddi shuningdek tamoqdan keyin u yana jamni qo'liga olib, nazardaysa jamni qo'liga olib, bu jamdagi sharab mening qinim bilan tuzilgan Xudoning yangi ahdisining belgisidir. Har qatim bunday sharabni ichganlarda meni eslab turinglar dedi deb. Endi bu yerda har qatim bunday sharab ichganlar deganda nima bu? Arabning dasturxoni. Biz daxil bo'lgan Arabning dasturxoni, ya'ni non bilishib, üzüm arig'i, ya'ni üzüm sharabdan azroqdan ichib, biz Arabning bizning uchun bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lib, o'z tenini bizning uchun pido qilib, o'z qini bilan bizning Xudo bilan yangi ahd tuzib, bizni ahd xalq qilganligini biz e'tirof qilib qilganning belgisi sifatida Rabning dasturxoni bor emas. Shu vaqtda, ya'ni Rabning dasturxonidan bahlangan vaqtinglarda, ya'ni ishkininglarda, yegininglarda doimiy naslab turinglar degan, ya'ni yangi ahdining vositasi bo'lgan İsa Masih ham uning sepilgan qini bo'lgan joydadir, ya'ni yangi ahdining vositasi. Ya'ni uning sepilgan qini bo'lgan joy. Bayon dedik, qo'nahdida bu qon, ya'ni hayvonotlarning qurbonliqini nega sepildi dedi. Ya'ni eng muqaddas bo'lgan joyga bosh kahin eng muqaddas joyga kirib uni sepib emasmi? Ibodat muqaddas joyga sepib andan keyin shu gunohning kafarat qilganligini ko'rsatilgan emasmi? Lekin hozir bo'lsa bu Rabbning qini bizning e'tiqodimiz bilan bizning ustimizga sepilib, bizning Xudoning oldida pok bo'lganligimiz va Xudo bilan yangi bir ahd bilan Xudoning xalqi, xalqlarning bo'lganligimizning ya'ni isbotimi, ya'ni belgisi ekanligini biz yana mishadan ko'ra olamiz. Şoňa o'xshash yangi ahdning vositasi bo'lgan Rab İsa orqali tuzilgan yangi ahdning avlodlari bo'lgan biz. Rabning qinining bizning ustimizga sepilishi bilan biz Xudo bilan tuzgan yangi ahdning xalqlari bo'ldik degan. Andi bayon degan o'xshash kitobning cho'ng 2-abzosi Nuh va uning o'g'illari. Endi
Yani Nuh'nun Sam, Ham ve Yapet deb 3 o'g'li bor emas, mendikin deydi Xudo. Yani Nuh kemidan chiqib hayot boshlagan vaqt, yangi hayotini yashagan vaqtida bo'lsa, yani u yer yuzida üzümzal yetishtirib, yani dehqon bo'lgan, yani üzümzal yetishtirgan birinchi kishi deydi-da. Shunga üzümzal yetishtirib, yani üzümdan sharob yasagan gibi, shuna sharob ichib, mast bo'lib qolib, kiyim-kechaklarni selib etib chidiryapti. Biz bundan o'qisak buni shu mast bo'lib qolib, shuna yalang'och yetibdi-da deb o'ylashimiz mumkin-da. Endi buni, lekin buni ham ko'rib qilib bo'lsa uni oshkorlab qo'ydi. Yani ikki qarindoshga berib oshkorlab qo'ydi. Ham ko'rib o'zlari yolg'iz berib otasining kiyimini ustini yepib qo'ymasdan balki qarindoshlariga oshkorlab qo'ydi. Lekin uning qolgan ikki qarindosh, yani Sam bilan Yapet bo'lsa, otasining tini qaramasdan keyinchilab ham chappan ustiga yepib qo'ydi. Bundan biz yana hamning nimasidan tabiatidan yani ko'ra oladiganlarimiz nima desa, yani ham otasining yolg'izini ko'rib ikki qarindosh oshkorlab qo'yishi bu yerda so'zlashga deyish, boshqalarga deyish, boshqalarning kamchiliklarni ko'rib olsa, yayrab ketadiganlar bor emasmi? O'zaro yetkazadigan, oshkorlaydigan, aytadigan degan o'xshash. Shunga o'xshash boshqalarning aybini yechib, boshqalarning aybini yechib, aybini tutib olib mazoq qiladigan degan o'xshash. Ashunday mazmunlar. Lekin Sam ve Yapet bo'lsa, otasining yalang'ochligiga qaramasdan keyinning chapani yepib, boshqalarning kamchiliklarni, ayblarini oshmasdan balki ularni yepib, ularga yesashlik qildigan, ularni o'z qo'yniga oldigan, kengchilik qildigan, mehr-muhabbatlik, mehr-shafqatlik, mana bir tabiatni biz bu yerda ko'ra olamiz. Yani bu yana odam oti bilan Havvoning nimasiga qaragan vaqtimizmi qanday bo'ldi? Ular mevani yegandan keyin Xudo ularni izlab kelib, nima qilding degan vaqtida Ademden sonra Adem deydi. Sen bana bergen ayal, bana yiyip berdi, şunun için yedin deb ayalga artık koydu emas mi dengep koydu. Şunun için günahның tabiatları çıkıp atdı deb koysam. Anın için bir adam Nuh'ның tinini körüstüp yetişi degeni biz görüyormuzda balkı İbrani tilde gösterken avretini yetiş diyen söz bilen işpadlandı bu aslıçı. Köp mezmolar çıkıyor yani bu çıkış Mısır'ın çıkıştı mı uçuraydı. Anın için Lavila 18. babda ısçıl çıkıyordu, 20. babda ısçıl çıkıyordu. Bir yet kanadıysa avretini yetiş diyenge belki zina bilen hem okşaş bu yet beraber bir işte. Hem açnağımın ba hem bunu yaratılış yani Adem adı bilen Havvanın bir nimesi qaraydigan bolsak, yani 3. bab 10. ayet qaraydigan bolsak, ular Xudo ularni nimaga uchun olding desa, Xudo ulardan so'raganida yalang'ochligidan ular deydi, yalang'ochligidan namoz qilib Xudodan qo'rqib yushinib olgan, Adem bilan ayoliga kiyim ko'tarib qo'ygan emasmi, lekin Nuh bo'lsa o'zining yalang'och yerini ko'sib yetishi bu yaratilish 3. bab 10. oyatda nima deydi desa, yalang'ochligimdan qo'rqib yani yalang'ochligimdan namoz qilib seningdan qo'rqib yushinib oldim deydi. 3. bab 10. oyatda. O'sha yerda yani o'zining yalang'ochligidan namoz qilganligi, yani Xudodan qo'rqqanligi bu yerda bir gunohlik tuyg'usi orqali, bir qo'rqish tuyg'usi ham shunaqa yushinib olish, shunaqa bir gunohning tuyg'ulari orqali ifodalab berdi. Nuhni bu yerda shundaqla sharobni ichib, shundaqla ma'sub qilib, shundaqla yotmagan, yani avretini ichib yotmagan, yani avretini ichishni bir gunohning bir ifodlanishi deb naqildaganlar munozir qildigan nimalar bor, tadqiqotchilar bor. Andan keyin buni avretini ichishni yani biz ko'rganimizda bayam degan o'xshash Lavila 18-20 oyatlar, yani bu zina bilan baravar o'xshash avretini ichish, uyat xiyollarni ichish degan o'xshash ish qilib bu nima deymiz desa, Xudoning oldida yaxshi bo'lmagan, yani Xudo xursand bo'lmaydigan yani bir holat ekanligini biz endi ko'ra olamiz. Andan keyin buni yana Afaslikga yozilgan xat 5. bab 18. oyat qaraydigan bo'lsa, Araqdan mas'ulib yurmanglar. Çünkü bunday qilish odamni zaiflikka elib bordi deb, yani araqdan mas'ulib o'zinglar xudinglarni yo'qotadek mas'ul ichib yurmanglar deydi. Yani keyin Timoteylarning nimasiga bor, Timotey yozgan xatni qaraydigan bo'lsak edi, yani astul araq oshqozning yaxshimaganligi uchun astul araq ichmasang manfaat qildi deydi-da. Lekin araq ichsanglarmi mas'ulib xudinglarni yo'qotib, asosinglarni yo'qotqadek darajada har vaqt araq ichib yurmanglar. Çünkü bunday qilish odamni zaiflikka elib bordi deydi. Yani zaifleştirip nervlerini, hoşyarlıqni yo'qotib, o'zining normal bo'lgan odamiylik nimasidan, tabiatidan zaiflik apirdi degan o'xshash ma'nolar. Shuning uchun buni o'rniga araq mas'ub, araq chilinib yurganinglardan ko'ra muqaddas ruhga cho'mib yuringlar. Yani muqaddas ruhga cho'mib uning yetakchiligida bo'linglar. Shuningda texnik Xudo xursand bo'lgan ishlarni qila oladigan bo'lish uchun yani muqaddas ruhga doim cho'milib
Xudoning yetakligida yashanglar degan o'xshash. Ya'ni bu deganlik endi bir hisobda shu, ya'ni dunyoning xo'shalliklari bilan, dunyoning ishlari bilan o'zinglarni mashg'ul qilmanglar. Ya'ni dunyoning behuda ishlari bilan o'zinglarni ya'ni shunaqa nima deymiz? Dunyoning ishlariga berilib, dunyoning ishlariga chilinib yashamanglar. Aksicha, Arab aysam deydi emasmi? Avval Xudoning podshohligini shuni tilanglar. Andan keyin hammasi sizlarga izdiganinglar, hammasi duo tilaganinglarni hammasi qo'shib beradi degan o'xshash. Shuning uchun ya'ni dunyoning ishlari, dunyoning halakchiliklari, dunyoning g'amadiklariga chilinib, to'kilib yashmay, aksicha Xudoning podshohligini izlab, har vaqt Xudo xursand bo'lgan ishlarni izlab yashasanglar, Xudo sizlarga barliq muhtojliklaringlarni, barliq tilaklaringlarning hammasini sizlarga qo'shib beradi degan mazmunni ko'ra olamiz. Bugungi mazmun azroq mushunaq sal chechilang o'qaldi. Amal va ko'proq nim qilib lekin bir qarasak u yerdan bu yerdan bo'lib kalanglar eshitib qolmasligi mumkin, lekin yaxshi bir ko'rib chiqishingni umid qilaman. Yig'in chaqilsa bu yerda ahdi xalqi bo'lgan, endi Xudoning ahdisini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ahdi mazmunini qilib o'tdik. Andan keyin biz bu ahdi xalqini bo'lgan, ya'ni qon Nuhga baxta taqilib uni nima uzoqlik uchun ko'ktatlarni hayvonlar berdim, lekin qon yemanglar degan. Lekin bu qon bo'lsa biz bizni Rabbiysonning qini orqali Xudoga yaqinlashtirib, Xudoning eng muqaddas joyiga bizni kiralaydigan qilgan, Xudo bilan yaqin yashaydigan qilgan uchun Xudoga yaqin yashanglar degan mazmunni ham bizga ko'rib o'tdik. Andan keyin bu eng oxirida, ya'ni Nuhning hikoyasi orqali bo'lsa, yig'in chaqilsak biz hayotimizga tatbiqlash kerak bo'lsa, ya'ni araqdan mas'ul yurmay, ya'ni uning muqaddas ruhchim uning yetakchiligida yashanglar degan o'xshash. Hayotimizning g'amandishlari va hayotimizdagi nurg'un ishlar, behud ishlar, ya'ni yer yuziga mas'ul bo'lgan, hammani qurib ketadigan, hammani o'tib ketadigan yer yuziga ishlarga haddidan ziyoda berilib emas, balki mangulik bo'lgan Xudoning ishlariga, Xudoning podshohlik tabi ishlariga izlab, Xudoning irodasini so'rab, har vaqt Xudoning irodasi so'ziga yaqin yashashni, ya'ni bu mazmunlar orqali biz qisqacha yig'in chaqilsak, o'zimizning hayotida shunday bir narsalarni tatbiqlay olamiz. Kechiringlar qarindoshlar, bugun biroz shavqinib qoldi, ya'ni bu nadim paydo qilgan bir ish kuchkin, vaqirab mening diqqatimni bizga chechivyapti. Amala bu muhim mazmunda biroz daxl qildimi bu ishlar, lekin shunday bo'lsa-mu, sizlarning unni anglag'ash, yana men bergan materialni ko'rgash, yana sizlar men yozmagan yerlarning ichida bayam degan xato ko'rinib qolgan, ya'ni Nuhning tinning ichida Xudo degan so'zmish xato yozib qolibdi, shuni tuzib olsanglar, yana boshqami, ya'ni men yozmagan, lekin sizlar yodinglar kelgan mazmunlar bo'lsa, o'zinglar to'liqlab o'zinglarga bir material qilib olishni umid qilaman. Bo'libmi? Ahdi qismi, ya'ni Nuh bayam degan o'xshash ahdilarni mushum biz ya'ni bundan keyin davomli ko'ramiz. Shuningda texmi aydın bir muqaddas kitobning butun bir yeni bir asosi gavdasi, ya'ni texmi aydınlashidi sizlarning nimalarda. Shuning uchun bugungi mazmunni biroz shuna ta'kidlab qo'ydim. Ma'qul qarindoshlar, bugungi shanba kuninglar texmi Xudoning huzurida, texmi shodlik ichida, tinchlik ichida, Xudodan kelgan huzurlik ichida bir kun o'tsin. Atki muqaddas kuninglarni, ya'ni yasham kunlik damlash kuninglarni, ya'ni Xudo bilan texmi yaxshi, Xudoning huzurida texmi shod-xuram o'tishinglarni umid qilaman. Biz yana keyin qitim alamni yatilish 10-bat ko'rishaylik.